Rus tilida ishlamoq работать degani. Agar shu работать so'zimiz o'tgan zamonga tuslasak qanaqa bo'ladi? Ya'ni прошедшее время holatda qanaqa bo'ladi? Работать. Agar женский rodda chi? Работа. Работа. Hop, средний rodda. Работа. Desak bo'ladimi? Oxirida o'rgatib ketishimiz kerak, to'g'rimi? Bunaqa bo'lmaydi. Agar ko'prikka o'tkazadigan bo'lsak-chi? Хорошо, yaxshi. Hop, siz bilan nechidir minut dars o'tdik. Minut emas, menimcha 20 minutlarga bordi, plus minus. Hop. Endi qarang. Demak, zamon bo'yicha gaplashamiz. Boshida aytib o'tgan edingiz, работать прошедшее времяda работать edi. Мужской rodda, женский rodda работа edi. Endi sizga savol. Hop, ishlamoq, работать, прошедшее время мужской rodda nima bo'ladi? Работа. Женский rodda. Работала. Множественное числоda. Работали. Работали. Agar средний rod bo'lsa nima bo'ladi? Работала. Работала. Xo'p. Agar bizda писать bo'lsa, прошедшее время женский rodda. Писать. Писала. Писала, yaxshi. Agar читать bo'lsa, прошедшее время множественное числоda. Читали. Читали, молодец, zo'r. Men xo'p, обедlandim. Я обедала. Я обедала. Agar мужской rod bo'lsa-chi? Я обедал. Я обедала. Yaxshi, xo'p. Yaxshi. Unda bizda so'zimiz изучать bu o'rganmoq. Men o'rgandim. Siz o'rgandingizmi zamonni? Так. Men o'rgandim. Я узнала. Изучать. Ой. Я изучала. Я изучала. Agar sizni sheriklaringiz bor, biz o'rgandik demoqchisiz. Мы узнали. So'z изучать. Ой. Uznать это bilib olmoq yoki bilmoq holatiga keladi. Изучать o'rganmoq. Biz o'rgandik. Мы изучали. Kim? Мы Мы изучали. Мы изучали. Молодец, yaxshi. Xo'p, keyingi savol. Прошедшее время holatida nechta infinitiv bor? 4 ta. Hozir qarang, siz to'liq прошедшее времяni o'tdingizmi? Yo'q. Yo'q. Улыбаться прошедшее время женский rodda nima bo'ladi? Нести прошедшее время женский rodda nima bo'ladi? Помочь прошедшее время женский rodda nima bo'ladi? Bilmaymiz. Demak, faqat nimani o'rgandik? Sen o'rgandik, qolganini ham o'rganamiz. Hozir men sizga lug'atlar beraman. Yodlab tayyorgarlik ko'rasiz. O'sha lug'atlar bo'yicha yaxshi javob berib o'tsangiz, men sizga tsani, chni, tini o'rgataman. Agar o'ta olmasangiz, o'rgatmayman. Kelishdikmi? Yaxshi.